Salom qizajonlar, hammaga xayrli kun. Yaxshimisizlar qizajonlar, xonadolar tinchmi? Bugun qizajonlar nukus glinasini yeymiz. Bir chiqishimda aytgan edimki, nukusni bu pishirilgani. Bunga ancha oylar bo'lib ketdi. Har kuni yemaganim uchun menda bular turibdi qizajonlar. Har kuni yemayman. Faqat chiqish qilgan vaqtda yeyapman. Boshqa vaqtlarda umuman glina mevalar yemayapman qizajonlar. Sizlar ham kamroq yeyishga harakat qilinglar. Nukus glina. Ba'zi bir joylarda buni Samarqand glinasi deydi. Buni bozorlardan topsalaringiz bo'ladi. Zirachilarning yonida bo'ladi. Narxi 30 ming so'm. Qizajonlar, menda bundan yo'q. Men sotmayman. Toshkentda ham bor, bozorlarda ham bor. Ilohim shifo bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Yumshoqroq, tuzsiz. Gulvatdaga o'xshagan qattiq bo'lmaydi. Ozgina nejniroq, yumshoqroq bo'ladi qizajonlar. Tuproq usuli. Yer mazasi bor. Shunaqa hidi juda ham mazali qizajonlar. Ilohim shifo bo'lsin. Gulvata ichini qotiradi. Nukus glinasi ichini qotirmaydi. Ko'proq suyuqliklar bilan ichinglar qizajonlar. Ko'p yemayman, ozroq yeyman. Juda ham yopishqoq. Juda ham mazali bo'ldi, Allohga shukr. Bugunga yetar qizajonlar. O'zinglar ehtiyot qilib yuringlar. Ko'rishguncha.